Қазақстан garajlari. Shunaqmi? Assalomu alaykum. Hurmatli xonimlar, efendimlar. Men bugungi sotqa o'zimniki dalil isbotlarimni olib keldim. Men Qozog'istonda tug'ilib o'sdim. Siz 2017 yılı 5. ayda Örümcek kelgandan keyin saqchilar sizni qo'lga oldi. To'g'ri, yataqdan oteldan 2017 5. ayning 22-si tutildi. O'zingizninki shu pasportingiz to'g'riliq va Xitoylar shu kimlik sizga kimlik bergan shu jarayonni qisqacha tushuntirib beramiz. Tushuntirib beraylik. Meni tutgan vaqtda meni qozoq pasportim bor, ular oldi. Turmaga apagan vaqtda 3-turma Sankanga apagan vaqtda ular menga yag'an kimlik berib Gulbahor Jilili deb shifrli nomer berdi, qog'oz yozib berdi. Doktordan o'tish jarayonida eng muhimi shu qo'ziq hamilda bo'lgan bo'lmaganligini tekshiraydi debsiz. Yes, correct. Agar ular shu yerda sizningki hamilda bo'lganligingizni agarda bilib qolsa, shu yerda qo'ziqdan bolni evitdi debsiz. Evitdi. Siz bunun başqalarının beşidən ötkenligini gördüm debsiz. Bunu qandaq kördünüzmü şunu bir düşündürüp versiniz. Ular kirgan vaqtda aslında tarafdan qancıq aqatdi. Hem talab o'tiradi. Doktorlar kepla ishqitaldi. Dori beradi, dori ishganniki ularningki odatlari hamanim to'xtab qoladi. Biz 3 o'xshamagan tutqun yerda tutilibsiz. Mushu 3 yerninki ichidagi bir sharoitlarni qisqacha tanıştırıp bergen bolsunuz. Çünkü sizin bütün bayanatınızı biz okudık. Nayt təfsili yazılgan. Şunun için sizin təfsili deyişinizden hech qanday hacet yok. Faqatlam qisqacha tushuntirib beramiz. O'xshashlar men Sankan degan 3-turmada yotdim. Arkan degan 3-turmada yotdim. Mana men internetdan topdim, o'xshashlar. Mikrofon. Endi mani deb berdingiz, ya'ni qayta shu turmadagi jarayondagi shu sharoitlar, o'shaning sharoit qandaq deyishini qisqacha tushuntirib bersangiz men tarjima qilay. Mana shu ko'rgandek o'xshash mashada bir 40 odam biz yotimiz. Buni oxirgisi aynak oborna. Hammamiz o'sha qaraymiz. O'tirib turganlar hammaning ko'rindi. O'zinglar ko'rgandek ya yotgan yo'q, ya taki yo'q. Maşdaq daxyada biz 2 saat ketsə 2 saat uxlatdıq. Juyunduğan yelim yo'q. Bir aygacha bizning hammamizning beshlarimiz pishtinib ketdi. Bizning ruxsatimsiz bizning hammamizni chashlarimizni ivetdi. Mumkinda bir kirib 10 saqchidak ayollar kirdi. 2 harbiy qurollar bilan eshikni oldida turdi. Bizni hammamizni qip yalang'och qilib, beshimizni tutqizib, 3 qaytim o't ag'izib tug'izdi. Eshikdan kichkina bunday to'shik bor. Şikneyinde aş tüşükten bizge labadıla peydo turunla deydi. Peydo tuğa vakta hemimiz kolumuzunu çıkarımız çıkıtal hepti de çıkıtaldan darı berdi. 10 günde bir qetim jığına salıdı. Onu nime biz bilmeyimiz. Bir haftada bir darı berdi çıkıtalları. Hem biz hem de sezdik. Kızlarının eşada qağaz işin bermegeniken kızlarının adetleri hemisininki to'xtab qoldi. Hem qo'saq açsaqma, bizni so'raqdan keyin ursizmi, biz hech nimani sezmaydigan bo'ldik. Siz shu jarayonda 4 qitim doktorxonaga apiribdi sizni. Mana shu doktorxonaga apagan jarayonini biroz tushuntirib berasiz. Doktorxonaga apagan vaqtda meni yalnız uzun saqchilarning töme mashinasi o'tag'izdi. Har qitim o'tag'izgan vaqtda beshimizga talaga chiqqan vaqtda so'roqqa beshimizga qarxalti kiydiratdi, qo'limizga qo'ysa 5 kiloluk kishanni men yashmidi 1 yil 3 oy 10 kun shu putumniki 5 kiloluk kishan bilan yurdim. Mashinaga o'tag'izib ular 40 minut bir uzoq yerga bordi. Apadi keyin qarasam doktorxonaga. Doktorxona bir qavatli doktorxona. Bek qo'rqinchli, uni doktorxonami demedi. Shu meniki yuragim qo'zg'alib, hoshimni ketgan vaqtda shu doktorxonaga apagan vaqtda videoga tushadi. Videoga tushirib, keyin o'sha doktorxonada meni qog'oz qo'ydi, saqchilar. Eshaqda 10 kun turdim, 10 kun turgan vaqtda
bek o'sha doktorxona bek qo'rqinchli nurg'un narsalarni ashada ko'rdim. Shu doktorxonada Juzumaja kelgan qizlar o'tiribdi. Men uni bilmadim. Ashadki naqshi Xitoyning 5 kimin naqshini u yerda o'rganish kerak. Shu o'rgangan vaqtda aytgan vaqtda ashadki qizlar kashtib asta pes ovozda debdi. Ammo Juzumaja kelganlar jig'ni serib xultib o'ltirdi degan qizlarni men ko'rdim. Ashada buyruğunu aptiki, salapan sülük halda is koyuptu nima bir buyruğunu evetken kızlar yanımda otadı. Doktorxonada ko'rdim. Siz qarang'i uyga bir qancha qitim meni akirdi deb shunaq dedi debsiz. Shu qarang'i uyni biroz tasvirlab bera olamsiz? Yo'q, men qarang'i uyda o'zim yatmadim. Biroq qarang'i uyda yatgan qizni ko'rdim. Mahfirat deydigan 25 yoshlik yeni kirgan vaqtda aşı kız dedi 1 metr deb içinde mındaq uzun çaşqallar var. Yuğan çaşqallar var. Eğer ketse gözümüz ilinip qalsa aşı çaşqallar qo'lsaqlar aç gözlerimizin içiga kirdi, quloqlarimiz içiga. Şunun için kechiş uxlamay mashta qilib o'tadik deb shu qizlar degan qarang'i uylar bor. Nurg'un qizlar ashaqda o'tadi. Siz bu bergan dorilarning nimaligini bilmadim, lekin bizga chuqur ichishga majburladi debsiz. Bu dorilarni ichgandan keyin sizda qanday bir o'zgarishlar bo'ldimi shularni tushuntirib berasiz? Meningda o'zgarishlar bo'ldi. Mening bolalarim 4 bolam bor. Balalarımdan sevindim. Hem hazır nim qıvatıda deb asılqı tuqqanlarni sevinib isimga alay desem, halqı xudim men aşı türümün içinde tug'ilib o'sgandeklar tamoqningmi damini bilmadim. Halqı hamma hissiyatim hamma yo'qolib ketgan. Har bir qitim ashular majburlab sizni aşı akagan materialga qo'l qo'ydigan vaqtida siz qat'iy uni rad qilibsiz. Shu rad qilgandan keyin sizni qiyin qistoqqa olib turmi shu qiyin qistoqlarni biroz tushuntirib bera olamsiz? Naqadar darajada qiyin qistoqqa uchurdingiz? Birinchi kuni soat 8, saylikda 8 soat 11gacha bular meniki tariximni qayerda tug'ildim ashlarni yozdi. Yazgandan keyin bir qog'ozni akib berdi. Buni qog'oz mana menda Xitoycha yoziliq terroristlarga yordam qildi degan. 8 dan qancha dedi? 11gacha. Mushunda qo'l qo'y dedi. Qo'l qo'ymasam bular endi seni qo'l qo'ydigan yerga olib deb shu turmaga tashladi. Şu meni so'roqqa lagerning ichida, kamerning ichida so'roq tatgan vaqtda tigr deydigan ustal bor. O'shada o'tag'izib 24 soat su bermay yo o'burniga bag'izmay ashaqda o'tag'izda kechalari ko'zim ilinib soat 3-4lar ko'zim ilinib ketsa, o'shadagi soqchilar o'zlari navbat bo'yicha turib elektroshoklar bilan qaltaklar bilan urib ko'zingni ilma, ko'zingni och, buni qo'l qo'y deb qo'l qo'yg'izdi. Ben koymadım. Elbette ben koymadım. Her kat aşı 24 saatten keyin men doktorxonaga apadım. Alqay stelde o'tagan vaqtda, tigr stelde o'tagan vaqtda putimiz isiq turdi. Aşı 5 kilo kishan putimni alqay sanglagan vaqtda to'yan tatib putim ishib ketib, shu yoqda boshimdan ketib yiqilib, shu doktorxonaga borgan jon so'yanga. Men har qatim so'roq qilgan vaqtda, so'roq tatgan vaqtda yer ostida kamera bor. Ki qo'l qo'ymab edim, ular endi sen yaxshilikchi bilmaysan-ki, hozir biz endi seni deb talaga chiqdi. Talaga chiqqan vaqtda kamera yo'q. Shu yoqda ular soqchilar beshiga nimkasi ashna qiladi, bosqinchilikmi qiladi, qo'l qo'ydirmiz deb, biroq men qo'l qo'ymadim. Uyning ichidami, uyning sirtidami o'xshash? Uyning sirtiga chiqdi, kamera yo'q yerga. Siz başqalarning o'sha qiyin qistoqdan keyin bir ahvollarni, ya'ni qiyin qistoqdan keyin ba'zi qiynalgandan keyingi ahvollarni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Qanday bir albatta men o'shaqda yeng kirgan vaqtda nurg'un narsalarni ko'rdim. O'shaqdagi qizlar undan keyin so'roqdan keyin 24 soat, 72 soat so'roqdan keyin kirgan qizlarma chiq. O'sh qizlarniki timoqlar julvatgan, 10 barmog'ini ichiga marta jig'ni sog'an qizlar, o'zlari qanab ketgan, urgan qizlarni bek jiq ko'rdim. Ham ularga bosqinchilik qildimi deb so'ragan vaqtda ular yo'q etmay ko'zidan yosh oqqan qizlarni ko'rdim. Men buni daftarimga chiqib, lagerdan chiqib, mana 67 qizning ismini yozdim. Mashada bir Hurriyat deydigan 27 yoshli qiz bor, o'sha so'roqda qarang uylarga solab, so'roqda urib, bek qattiq urib, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, shu qiz o'lganini men ko'rdim o'zim ko'zim bilan. Sizni 15 oydan keyin qo'yib o'tibdi. Sizcha
siz eğer Kazakistan pasport bulmagan bolsa sizni koyup öteptimi? Yo'q, men o'ylaymanki, u yoqdan hech kim saq chiqmaydi. Meni shu terrorist deb kimliklarimni yo'tkaganiga qarta men endi o'zim nima qilyapman, endi o'lim jazosi berdi, u yoqdan tirik chiqmayman deb. Biroq mening bolalarim men ishinib, mening tuqqanlarim men ishinib, nurg'un davlatlar xat yozdi, Birlashmiş Davlatlarga xat yozdi. Shu xatlardan keyin meni ular aqlanding deb qo'yibdi. Meni qo'yayotgan vaqtda, meni qo'yib 2018 8-oyning avgustniki 27-si bizni yana qilib yalang'och qilyapti polislar. Keyin Gulbahor Jalil dedi, "Do deb yana basam, kimim yashsam, anda qilib yalang'och qilatsam, yo'q, teshin so'roq" dedi. Shu meni ashaqtlar doktorxonaga apadi, Jangsoyanga. Doktorxonada shu meni tekshirib, qon besimim yuqori bo'lgani uchun ular meni 3 kun 20 kilo men o'rxlab ketgan. Vitaminlarni berib 3 kun meni otelimda shu doktorxonada baqdi. Doktorxonaga berdi vitaminlarni. Keyin shu 3 kundan keyin meni ashaqlar qo'limdagi kishanni, putumdagi ko'zlarni ivetdi. Sen aqlanding deb doktorxonada menga shu xabarni dedi. Yani 3 gün meni otelde baktı, Ürümçi'de. Otelde bakkandan keyin meni vizam çıktı. Vizam çıkkandan keyin 2018 9-oyning 3-i manga o'sha Goboga apadı, saqchiqamga apirib, ular dedi, "Mana vizang chiqdi, endi sen aqlanding, sana hech nima, sen Xitoy shundaq partiya sana yaxshilik qildi, sen bu kunlarni unutib qol. Agar sen desang, qo'l Xitoyning qo'li uzun, neda bo'lsang biz seni o'ldiramiz. Shuning uchun sen biz bilan moslashib, sen bizga keyin askin dedi, sen yiqilliq ayol, sen hammasini tushunyapsa, biz sana yordam qilamiz deb, mana saqchilar o'ziniki, Goboniki nomerlarini yezib berdi. Qachon aloqasang biz telefon nomerini olamiz, biz sana yordam qilamiz. Sen bu kunlaringni bu beshdan o'tganlarni hech kimga dema deb, satrashxonga apirib, chochlarimni bo'yab, chechim qisqidi, oppoq makiyajlan qilib Qozog'istonga yo'l qilib qo'ydi. Hükümeti sizni amda tutishdagi sababini o'sha terrorist bilan bog'langan degan shu sababni beribdi. Bu to'g'riliq tushuncha berishingizning hojati yo'q, albatta. Agarda bermadingizmi, ixtiyoringiz. Endi bularninki savoli bo'lsa, balkim savol so'raydi sizdan. Albatta men savollarim bor. Men agar terrorist bo'lsam, meni 1 yil 3 oy 10 kun nima ishga tutdi? Tutgan vaqtda men sud mahkamaga nima ishga chiqmadim? Nima sabablardan men aqlandim? Nima sababdan men qanday qilib terrorist bo'ldim? Hech qanday bilmayman, hech nima bilmayman. Men ularning hech qanday sifatlari yo'q terrorist deydigan. Shu ularning maqsadi shu Uyg'urlarni yo'qotish. Atigaliginiz xayrli bo'lsin. Sizga ko'p rahmat. Nayt inchik, nayt tushunchlik bizga bayonotni tushuntirib berdingiz. Rahmat sizga. Siz bu ayollarning ismini o'sha turmadan chiqqandan keyin yozdim debsiz. Ondan keyin siz chiqib ketgandan keyin yana bularning ismidan boshqa yana inchik ba'zi uchurlarni yozdingizmi? Bularga munosabatli boshqa uchurlarni yozdingizmi? Yo'q, bu men shu turmadan chiqib bu qizlarni uyga kelib sig'indim. İsmlarini yezib, nima sababdan tutdi, qancha yoshda, hech qanday sabablar yo'q. Shu ashla ismlarini qancha yoshda, qayerda tug'ildi, shularni hammasini yozdim. Ham o qizlar pat-patli kashlarda naqsh etgan vaqtda, Xitoy naqshlarini etgan vaqtda, shu qizlar menga aytdi, sizga omonat, siz o'ltamay mashada saq chiqsangiz, siz dunyo butkul xalqidan mayatga bo'layotgan zulmlarni sizga omonat deb shu qizlar aytdi, shu qizlarniki ismlarini sig'inib yozdim. Siz shu turmaning ichida 14 yoshli bir qizninki borlig'ini debsiz. Siz boshqa yerlardami shu yeshiga yetmagan bolalarning borlig'ini ko'rdingizmi? Ko'rdim. 14 yoshdan 80 yoshgacha qizlarni ko'rdim. Men kichik o'quvchi qizlarni ko'rdim. O'shaqda hammasi lagerda, jiq qizlarni ko'rdim. Nima uchun bu bolalarni u yerga opirdi? Bularning qanday bir jinoyat bilan ularni u yerga olgan? Bularning hech qanday jinoyatlari yo'q. Shu burun ashlarga WhatsApp ishlatgan. Ya bo'lmasa Uyg'urcha cheklangan naqshlar jiqisniki
Hiç qanday cinayeti yok. Ana bir çıksın oq bere, ma Dubayga bagan gunası, Türkiye'ye bagan gunası, Amerika'ya bagan Endi bu balla bilan çoğlarınki farqlıq boldumu? Ularınki farqlıq. Yo'q, men chet ellik Qozog'istonlik bo'lsam hech qanday farq bo'lmadi. Kichik bola hech qanday emas. O'xshash shaqda zulm ko'rdik, o'xshashlar. Siz nurg'un ayollarninki biraqlam yo'qolib ketganligini bayramlardingizda so'zlabsiz. Ularning yoshi qancha yoshda shu yo'qolib ketganlarninki? Shu kechisi, asos kechisi ismlarini ataydi, xalta kedirib ochiq ketadi. Nurg'un qizlar qaytib kirmadi. Yaşı asas 30'dan yukarı, 25'ten 25, 28, aşağıdan 40'lığa var. Siz bu baskınçılık doğrusu da bizge biraz ençiklep sözlep birelemsiz. Şu talağa çıkan vakta kamera yok. Birinci kete meni 404 degen kameraga akırdı. Akırgan vaqtda eshaqda bulungda karavat turdi. Karavatning ustida bir yotgandan taki. Aşı tigir üstelde men o'tadim. Shu ular yana shu 24 soat o'sha nimni qog'ozni akilib qo'l qo'ymasang biz chiqamaymiz dedi. Qo'l qo'y. Yo'q. Birinchi qatim talaga chiqqan vaqtda, bosqinchilikqa vaqt uni oldida qilmagan, keyin şu sen yaxşılıqçı bilmezse dep meni bek tılıdı ular. Kol koy dep kol koymagan vaqtda şu ketisi bir saqça 27 yaşlılarda ba. Aşı iştimni yeshib, men mandaq o'tagandan keyin iştimni yeshib yanımga kelib şu qaltaklar bilan urdi. Elektroshoklar bilan urdi, qo'l qo'ysa imzo atmasan deb meni bek og'zi eski so'zlar bilan bek tilab ketdi. Ki şu iştimni yeshib yanımga keldi. Kelgan vaqtda men unaga dedim, "Bari meni öldürme, meni öldürdü bular" deb. Men unaga dedim, "Sening anang yo'qmi? Sening hadlaring yo'qmi? Sening qanday qo'ling bor dumashnaga" dedim. Ular bek yana meni urib ketdi. Men bilmayman, shaqtlar yan doktorxona apadi. Senin apang adlaring yo'qmi? Buni qanday man qilsa meni öldürüver bo'ldi dedim deb tushundim. To'g'ri tushungan bo'lsam. Ha, undan keyin nemish bo'ldi? To'g'ri, undan keyin u dedi, "Menga sen turingga qarab baqna, sen hayvonga o'xshaysan" dedi. "Sen qandaqsan, men onam bo'lalaysan, ocham bo'lalaysan, og'zingni yum" deb siz og'zlaringni yum deb meni yana qattiq eshaqda urib qattiq urayotgandan keyin shu doktorxonaga bordim. Doktorxonaga bordim. Basqınçılıq doğrusudigini tushundirpasingiz dedi. Axir bo'lgan ishni. Axir bo'lgan ishni shu elektroshoklar bilan urib, qaltak bilan urib qildi, og'zim ekeldi. Bir ayol kishi uchun har qanday bu bir basqınçılıqqa uchrash va inson bo'lmagandek, inson emasdek bundaq bir nemaga uchrash har qanday odam uchun intayin bir eg'ir. Endi siz mushu o'zingizningki beshingizdan kechirgan bu mushu basqinchilik degan mush tarafdagi bo'lgan ishlarni o'zingizningki community, ya'ni o'zingizningki millatingizning orasida so'zlash qanday bir nimada bo'lsa shuni bir tushuntirib bera olamsiz? Tushuntirib beraman. Men lagerdan chiqib 20 kun Qozog'istonda balalarim endi bo'ldim. Qanday ana özünün ballarını taşlap başka yer ketidi. 1,5 yıl kömeyen. Şu men ularning yüzüge qarayamadım. Ularga mushu guvohlik berib, keyin qanday ularning yüzüge qarayman, uruq tuqqanlarim yüzüge deb. Shunda ularni indalamay men 20 kun kecha o'ylandim. Keyin Turkiyaga berib dedim, "Meylem deb meni tuqqanlarim, balalarım anlasın, mediadan anlasın, meni ağzımdan anlamasın" deb. Men hozirgacha yuragim yaram, men normal psixologiyam buzildi. Men hozirgacha normal yashayapman. Men buni yaram, ichimdagi yaram. Endi mushu hozir sizningki o'zingizga bayam so'zlagandek o'zingizning psixolog jihatdagi normal bo'lolmaganligingiz va hozirgi mushu azoblaringizdan boshqa, hamda sizni yana texmo bu savollar bilan azoblashni biz xohlamaymiz.
Özünüzün başqa yana salomatchilikda qanday bir o'zgarishlar bo'ldi? Salomatligim buni Fransiyaga kelganimga 7 oy bo'ldi. Fransiyada men shu yurak kasali bilan qon besimim bor ham tuberkuloz og'irligi. Siz bu 14 yoshlik bolalarni hech qanday farqi yo'q, o'xshash zulmga uchirdi dedingiz. Sizce, sizning bilishingizcha, shu bolalarmi o'xshash bosqinchilikqa uchirdimi? Onu ben bilmeyim, o kız birinci kayıtım köygende, 14 yaş kız. Bek sözlemette oturup jığladı. Ulardan so'ragan vaqtda ular sizga to'g'riliq javob bermadi. Yo'qda so'zlash mumkin emas, hamda yetmizda o'tirgan mundaq tamga qarab, oborga qarab so'zlaymiz, pis ovozda, pes ovozda. Hamda hammasi bilan mundaq deb so'zlashamaymiz, yetmizda o'tirganlar bilan so'zlashaylik. Saqchilar debdi, sizlar diqqat qilinglar gaplaringlarga, sizlarning meninglarni ko'ralaymiz. Bir meninglarni emas, sizlarniki ovozinglarni o'sha kichikgina qarna nimalarni ko'ralaymiz. Toçuklanıma bir biz köməyimiz sizlərni Beijingdə otaran başqalarını görətdi deb daim aşı gəplərini qılatdı. Mən özüm Xitayca deməyə düşənməyəndikin əşət qızlar tərcümə qılıb berətdi. Şu avazlarını tərcümə qılan avazlarını aşı labada anlaplar, жүгіріп сақчылар kim sözlü dedi. Qızlar Gülbar dedi. Mən dedim, həm də mən Xitayca bilmən nim dəvat edib tərcümə qılıb berdi desəm sözləməsdən tamda tutdu. Tamda 4 saatlap mən tutdum tamda. Siz bayam dediniz, bizning qo'llarimiz uzun nega bassang, biz seni topalaymiz. Anandan keyin masalan ashada o'taganda Beijingdagilar seni ko'ralaydi deb shunaq debdi. Sizcha buningdan siz qo'rqdingizmi? Sizcha kim sizni ko'ralaydi? Shuni o'zingiz taxmin qildingizmi? Albatta, men nurg'un o'sha Kamerun lagerda bo'lganda o'yladim, ham sirtqa chiqibman. Menanki mushu kögen aşkıgan dep senlerini men kötüremezdim. Meyli dünyani anlatıp meni Xitay öltesin dep qo'rqmay hozirgacha davatman. Men albatta Xitoydan qo'rqmayman. Bir savolim, sizga mushtaq Beijingda seni ko'ralaydi degan vaqtda siz men Xitoycha bilmayman dedingiz. Qanday sizga buni anlatdi? Eşaktaki kızlar hem de verim sorayımız nem dedi de yenimde otagan kızlardan nakşa günüge bir gav otamasın nakşa ügün oladıydı. O 5 Xitayning marş nakşaların ügünümüz şu arlıkta kızlar da berdi tercüme. Yenimde otagan Uyghur kızlar. Sizningki ailangizga shu yo'llagan xatda bu 2017 yili 25 may sizni shu terrorga chetilgan degan. Moşunun siz qol qo'yib baqdingizmi? Yo'q, qol qo'ymadim. Nim bo'lsa men o'ltasi mayli men o'ltasin. Men uchun meniki tuqqanlar, mening bolalarim azob chekmasin dedimda. Siz shu doğru to'g'riliq dedingiz, har bir 10 kunda doğru berganligi. Bu doğru har bir og'a vaqtinglardagi bu doğru o'xshash doğrumidi? Ya biraz farqi bormi ishgan doğrularning? Yo'q, o'xshash doğruda ham o'zlariniki suvi bordi, suyini beradi bir stakanda. Hammamiz bir stakandan ichdik. Siz bir qitim menga 20 talg'idek doğru berdi debsiz. Bu doğrular hammasi o'xshash ko'rinadimi yo farqliqmidi? 20 tal doğru o oxirgi kuniga chiqirmiz degan kuni 3 kun menga berdi. Bu vitaminlar. Ular o'xshamaydi. O burunqi bergan doğrularga o'xshamaydi. Asmakul saldı debsiz. Asmakul qandaq asmakul de onu bilemsiz. Qandaq asmidi? Kimga ma'lum? Yo'q, men asmakul samidi? Yo'q. Doktorxonadami? Ha, doktorxonada asmakul. Yo'q, doktorxonada samidi bizga 10 kunda bir haftada bir dori beradi, 10 kunda bir meni qon elib meshaga soladi. Hammamizga. Uni Ama biz sizga bilmaymiz. nima asmakul? Asmakul samidi yo'q, boshqa qizlarga soldi, menga yo'q. Bu bayonotda sizga sizning ham vitamin quvvatlantiradigan onundikin nima asmakul okul saldi debdi. O nima? Yo'q, okul samidi dori berdi. Am tercümanlıqda xatolik bo'lishi kerak. Tercümanda xato bo'lishi kerak, tercümanda.
Siz şu doktorxanaga apa dediniz. Doktorxan nime türme doktorxanası mı ya doktorxananın sırtıdı mı? Türmenin sırtıdaki doktorxan mı? O hemisi oxşaş mərqətin bağa yerimiz. Yo'q, o'xshamaydi. U yoqda kamerlar bor. Bir qavatlik. U doktorxona keyin qizlar biladi ekan u doktorxonani. Tog'ning o'ttirsida, chatlarida sap turmlar selinib ketgan. 1-chi, 5-chi, 6-chi turmlar hammasi turmaning o'ttirsidagi doktorxona. Bu yoqda normal odam kiramaydi, sapilqi jinoyatchilar. Men asha doktorxonaga dedim, jig'ni sep o'ltagan doktorxona ochdik. 4 yil qıtında şu yerga apağansınız. 4 yil qıtım eşedim. Can suyanda. Jaryanida ayollar bosqinchilik uchrab qo'zg'ida qilib qilib uningdan shu balani tushirib etgan ahvolni bilamsiz, ko'rdingizmi? Yo'q, undaqlarni ko'mdim, yo'q. Endi har qitimda sizningki tan salomatligingizni tekshirish, har xil o'xshamagan tekshirish qilganda sizcha sizning salomatligingizningki ko'ngil bo'lganligi uchun qildimi yoki boshqa niyat bilan qildimi sizcha? Yo'q, albatta boshqa niyatlar bilan qildik. Shu lagerning ichidagi ayollarga qarshi bu qadar zo'ravonlik qilish, bosqinchilik qilish, bundaq zulm qilishdagi maqsad nima? Bular zaten nimaga erishmoqchi bular qilish orqali? Shu Uyg'urlarni yo'qotish, Uyg'urlarga shu genotsid qilyotdi. Qanday savol dedingiz? Endi bularni qilishga ularning maqsadi nima? Yana shunaq bosqinchilik qilib, bu qadar zulm qilib, bundan endi ularni nimaga erishmoqchi bu qadar zulm qilishniki maqsadi nima? Shu nomusimizni tushirish, ularning maqsadi shu bizniki vujudimizni yo'q qilish. Isbayamqa yana savolga kelsak, agarda bu tekshirishlar sizning sog'lomligingizni maqsad qilmagan bo'lsa, sizcha o'zingizningki o'yingiz bo'yicha, ko'z qarashingizcha bu tekshirishningki maqsadi nima? Bizda 3 oyda bir avtobuslar, nurg'un yangi avtobuslar turadi. Bizni har bir kameradan qancha odam bo'lsa 40 odamni bir avtobusga o'tiriblar, tekshirishga maxsus video deydi, videoga deydigan, shu videoga bir tushiradi. Uningdagi tushirib kelgandan keyin 2-3 kundan keyin bölüşke başladı. Bilmeyim nima sebep. Sizningki bayonotingizda ham bayam deganingizda bir qizninki shu börkini evatganligini ko'rdim. Shu yonimda o'tirgan qizning börkini evitibdi dedingiz. Bu to'g'riliq yana boshqacha bir bizga uchur bera olamsiz? Ya men bilmayan kirgandan keyin u qizning batdiki yonimda o'tadi. 25 yosh qiz, qarsam qon eqib turdi, mana suluh holtini is qo'yibdi. Keyin azkin asta kashlada asta nima bo'ldi desam, shu bo'rigimni oldi dedi. O'shada dejurniy hipokrizlar bor. Ashlar suluh holtini qonlar, jiringlar to'shib ketsa, elib oborni to'kitib, yana shuni is qo'ydi. Uni men uni so'rashga u yoqda mumkinchilik yo'q. Endi hozirlikni siz qanday o'zingiz faraz qilasiz deydi. Farazlarni so'rayapti. Uni albatta butkul dunyo biladi. Hamma bizmi yoqda biladi, organlarni oladi. Organlarni oldi. Ham jig'ni sep, o'sha doktorxonim jig'ni sep uxiltib o'ltiryapti, ularning organini oldi. Shu yanimish qiziq kelsak, bu qizningki börkini evatdi, börkimni evatdi debdi. Bu börkiningki kasaldan bir yolg'onlanish, birdan bo'lganlikdan ilinganmi yo boshqa maqsaddan ilinganmi? Buni bu qiz biladimi, sizga tushuntirib berdimi? Yo'q, u yoqda tushuntirib bermadi. U doktorxonada bak nima u yoqda Xitoylar dejurni bo'lib turdi, Xitoylar qarab turdi, shu u yoqda mumkin emas so'zlash. Endi shu turmalarning ichida sizning bilishingizcha insonlar shu majburiy organ evatganligi, yana o majburiy organlarni elib setayotganlik, atkazchilik qilayotganlik bu to'g'risida o'zri biladimi? Shu turmalarning ichida nimalarda? Biladi. O'sha lagerlarda so'zlashadi.
Siz hem de muş doğruluk yani biraz düşündürüp berəlemsiz. Qandaq nemi səbəbdən bu işki əzalarımızın ev oldu degan bu ənsizçilik boladı, əndəş boladı. Bu uçurlar nədən gəldi sizlərə ya başqalarına? Bu yoqdan da istizla bir şey xaltı kedirip açıq ketadi, qaytıb kirmegenden keyin biz endiş qılatdık. Yo'qolib ketdi, hem de saq qız, 20-30 yaşlı qız, onun nim kerak, şu orgılı gerek. Yo'qolib ketdi degende keyin biz bilatdik ular. Şu bilgi sizlərə öz anlağa qandaq keladi ya öz anlağın pərizinglarmı başqalarına? Özümüzün hem de sırtdama aşağıdaki vatandaki qızlar, keyin kirgan qızlardan uçurlarını aladık. Şu qızlarını ketişninki, hem de yo'qolib ketişninki aldıda, şu aldıda şu doktor tekşürüş işler boladımı? Şu demekçi boğuna şu doktor tekşürüşten keyin az gün ötməsindən yo'qolib ketadimi? Şu doktorga aparattı, bijoq çüretti, keyin kella bizni böletti. Yaşlarını ayrım, çoğlarını ayrım. Şu vaxtda biz bilettik, hem de bijoq çüregende kızlar biletti. Yani bir işler bakende detti. Asaslık şu yaşlarımı 20-30 yaşlık qıyırlarmı battı mı? Yok, asası yaşlar. Cüz renk kiygen kişi qızlar doğrusu da gap qıldınız ve bularınki en ahırda o qız silip öldürüp ötüdüqanlıqını uqtum dediniz. Bu uçur sizge qandaq geldi? Siz qandaq bildiniz bularınki şu hem qancha kişini gördünüz misalga şu nemi kiygenden? Ben 2 kişini gördüm. Ben kirgen vaqtda bir saatdan keyin hem de yenge kirgen vaqt doktorxonaga bir qizni yüzüme rangli açıq ketdi. Yanımda bir Ayturam deydigan bir qiz o'tirgan, 41 yaşlık. Kechda saat 7'lerde naqshi o'yindigay nim bor. Şu naqshini yezib aşı ügetdi mağa. Naqsh etayotgan vaqtda aşı qiz dedi, siz ko'rdingizmi? Hozir yüz rangli açıq ketdi dedi. Ya ko'rdim desem, şu kız dedi uxultib öldürdü deb. Uxultib öldürdü deb. Keyin öz uxlamamdiki desem, ya hozir atmaydı, işte uxultdu deb. Hem 2 adamni ko'rdim. Endi siz şu türmede jarayonida Qozaq hökuməti, yani sizin hökumətiniz sizni şu türmeden ep çıkış üçün bir tirişçanlıq göstərdimi? Bilmem siz en ahırda kutuldunuz, yani Qozaq devletinin garajlarını boğalığınız için. Ama şu jarayonida siz çıkış üçün bir tirişçanlıq göstərdimi? Siz çıqqandan keyin yani sizni qoğdaş üçün bir tirişçanlıq göstərdimi? Mening ismimni Xitoycha yozgandan keyin, shifrli nomer bergandan keyin balkim konsulliklar izlagantu, biroq mening ismim u yoqda pasportning nomeri yo'q. Shuning uchun yo'q deb ularni avatgantu deb o'zim o'ylayman. Biroq shu kelgan xatlar hammasi ministrlar bolalarga xat yozgan vaqtda o'sha yozgan xatlari kelgan bolalarimga nechada hammasida yozilib shu biz izlayapmiz. Sürüştürüyapmiz, bizga undaq adam yo'q deydi. Yana bir haftada yana xat yozsa, o terroristga qatnashgan, shuningga shuningga so'roq tatib etibdi deydigan işte xatlar keldi. Oxirsida endi men Qozog'istonga kelibman. 20 kun uyda bo'lsam, meni Qozog'iston tarafdan birlari kelib so'rab, nim bo'ldi, nim bir 20 yil nada yurding deb hech kim so'rab uyga kelgan yer yo'q. Albatta men Qozog'iston grajdanı bo'lgan keyin bek içindim. Yani bayaqı nimaga kelsak, sizningki shu yo'llagan Xitoycha yozgan xat 2017-yili 5-oyninki 25-kuni yozilgan bu xat. Bu kimdan yo'llangan? Buni shu Xitoy hukumatiningki qaysi bölümüdən yo'llangan? Men bilmayman, bu xat bilan uyga kelibdi. Ballarımda kelibdi. İçine konvert qilib. Şu sizden her qitim qon algan vaqtda, qon aldığanlar sizning tomiringizni topolmay qiynalgan vaqtlar bo'ldimi?
Yo'q, ular chapsal oladi, biz men kichkina tushib qo'limizni chiqarib to'qiydi. No, not really. They were very skilled. We just stretch our arm from that hole, and then they would just take it. Men hayron qoldig'im, ular bir palay bilan 40 odam bo'lsa, 40 odamni hammasini palayni yashmatda ashtaqla oladi. Bir-birimizdan bir og'riqlar juqatdi mumkin deb biz O nimadan qo'lingizni chiqargan ko'ra oladingizmi? Yo'q, ko'matdik. Ko'matdik, hamda biroq biz men ketsam, biroqlar qizlar palayni yeshib unda qilmaydi, biroqlar oladi. Ashad vaqtingizda shu ayollarninki qo'sug'idan baldırını tushirganligini, ananingkin shu yana bosqinchiliklar uchirganlik to'g'risida angladingizmi? Albatta anladım, bosqinchilik to'g'rilarini anladım. Ham bolalarni tushirib etib, shu qanaqqa vaqtda shu dori berdi, to'xtab qoldi. Ham uchinchi yeng ayollar bir kun bo'lgan ayollar bolalarni nada bilmayman, ularni akiladi. Akagan vaqt sutlari oqqa vaqt ularni dori berdi, suti 1-2 soatlik to'xtaydi. Asli savol men bayam toza yaxshi anglayolmay qoldim. Bular qarshi chiqqanini ko'rdingizmi shularga? Mushunda qilganligi uchun o'ziga bosqinchilik qilganligi, bolalarni tushirib etganligi va mushuna qarshi qilganlar bormi? Bir qizni men ko'rdim, qarshi chiqqan, sizlar meni beguna, men soldinglar, nima soldinglar degan vaqtda o qizni bek qattiq urdi, urgan vaqtda ikki qo'lini ikki putiga chetib qo'yib, qiz o'mlab, oborniga berib o'mlab ashta qilib yurdi. O qizni doimla ashta qarang uylarga solgandan keyin o qiz Hurriyat degan 27 yoshli qiz ash qizni o'lganini men ko'rdim. Bugun bizga shu bergan bayonotlaringizdan, savollarimizga bergan javoblaringizdan intayin mamnun bo'ldik. Sizga ko'p rahmat. And tugadi. Sizlarga rahmat.